Ko'chada mashinada ketyapsiz, ayrim ishxonalarni, ayrim maktablarni oldida haligi nasiya savdo qiladigan odamlar 2 portur, 3 portur bitovo texnikani tushirib qo'yadi. Keyin shu korxonada yoki maktabda ishlayotgan ishchilar chiqadida nasiya ekan, oyga 1000 so'mdan berib uzib olaman ekan deb turib olishadi. Ko'rasizlar, nasiya savdo halol bo'laveradi. Lekin o'sha yerda bir ajoyib narsa, nasiyaga olayotgan odam xuddi bekarga olayotgandek olaveradi. Keyin so'rasiz, shu narsa kerakmi senga desiz, to'lamay qolganda aytadi, kerak emas ekan. O'tgan safar darsimizni reklama bilan Odam alayhisalom jannatdan chiqib ketganini aytdimmi? Reklamani ishi siz uchun umuman kerak bo'lmagan narsani sizga kerak ekanligiga ishontirish. Bu siz hayotingiz hayot emas ekanligiga ishontirish reklamani ishi. Otamiz Odam alayhisalomga jannatda hech narsa kerak emas edi. Shayton kelib aytdi: "Robbilar bilasizlarmi, bu daraxtdan nimaga man qildi? Sizlarni ikkalovinglarni farishta bo'lib olishinglarni xohlamadi. Sizlarni abadiy hayot kechirishinglarni xohlamadi. Sizlarga bitmas tuganmas mulk beradigan daraxtni ko'rsataymi?" dedi. Jannatda Odam alayhisalomga farishta bo'lishda nima keragi bor? Umuman kerak emas. Yemaydi, ichmaydi, erkak ayolli yo'q. Ikkinchisi, abadiy hayot. Shunda ham jannatda edi. Shunda ham abadiy hayoti bor edi. Uchinchisi nima edi? Bitmas tuganmas boylik. Qarangda, umuman kerak bo'lmagan narsalarga ishontirdi shayton. Reklamani ishi mana shu.